Bugungi darsimizning mavzusi aqli zaif bolalarda yozma nutqning umumiy tavsifi. Ushbu mavzumiz disgrafiya turlari, buzilish sabablari, logopedik korreksiya kabi rejalar asosida olib boriladi. Aqli zaif bolalarda yozma nutq rivojlanishi ularning intellektual hamda psixofiziologik holatiga bog'liq hisoblanadi. Yozma nutq buzilishi bu shunchaki umr xatosi emas, balki miya faoliyatidagi murakkab jarayonlarning mahsuli hisoblanadi. Yozma nutq buzilishlarining umumiy tasnifi, ya'ni disgrafiya, aqli zaif bolalarda yozuvda quyidagi xatolar tizimli ravishda takrorlanadi, ya'ni artikulyasion akustik, optik disgrafiya hamda agramatizm. Buzilishining asosiy ilmiy sabablari bu bolalarda fonematik idrok sustligi, mayda motorika muammosi hamda xotira va diqqatdagi muammolar sabab bo'ladi. Bunda logopedik ishning o'ziga xos tamoyillari hisoblanib, logopedik yordam oddiy maktab metodikasidan farq qiladi hamda o'yin ko'rgazmalilikka asoslanadi. Taktil usul, artikulyatsiya mashqlari hamda barmoq gimnastikasi ham shular hisobiga kiradi. Bunda olib boriladigan korreksion bosqichlarga tayyorlov, ya'ni eshitish hamda ko'rish diqqatini rivojlantirish, asosiy tovush harf taktili analiz-sintez ustida ishlash hamda mustahkamlash, ya'ni so'z va gaplarni mustaqil yozish ko'nikmasini shakllantirish. Bunda korreksion bosqichlarda turli xil mashqlar ham olib boriladi. Umumiy qilib aytganda, aqli zaif bolalarda yozma nutq nuqsonlarini bartaraf etish bu shunchaki harflarni o'rgatish emas, ularni bolani idrok etishga, eshitish hamda harakat qilish tizimlarini to'g'ri rivojlantirish hamda shakllantirishga qaratilgan murakkab korreksion jarayon hisoblanadi. Logopedik ishlarning o'ziga xosligi ko'rish, eshitish, ushlab sezishni birlashtirish bo'lib, bu bolaning nafaqat savodxonligini oshiradi, balki uni jamiyatga moslashishi hamda erkin nutq qilishini imkoniyatini ham yaratadi.